Kech bo'lishiga qaramasdan menga shunaqangi shirin dastavka keldi. Hozir sizlar bilan ochamiz. Qo'rqib ketib tushib ketadi. Buni qaranglar, qanaqa chiroyliligini, bir-biridan chiroyli. Bu ham albatta qo'l mehnati hammasi. Ichida o'zini shunaqangi kraska nabori bo'lar ekan. Bu juda ham zo'r. Komplektida yana shunaqangi kistichkasi ham bor ekan. Buni har xil figuralilari damlangan ekan. Bu morskaya zvezda, baliqchaligi. Menga eng ko'p yoqqani shunaqangi mojgarovkasi bor ekan. Ular yengil qilishibdi. Shunaqangi figurkalar yasashgan. Buni ikki xil usulda foydalansanglar bo'ladi. Ustini bo'yasanglar ham bo'ladi, albatta, xohlagan rangiligi. Bo'yagisi kelmasa, misol uchun bolalaringlar ko'chaga olib chiqib mel sifatida ham foydalansa bo'lar ekan. Shunaqangi chiroyli ranglar chiqargan chizganda. Menga juda ham yoqdi. Faqat hozircha meni o'g'lim foydalanishni bilmaydi. Shuning uchun yo olib qo'yaman, yo jiyanimga tug'ilgan kuniga sovg'a qilaman. Juda ham yoqdi. Buni qaranglar, 3 xil ranglisini jo'natishibdi bundan. Shunaqangi yoqdi. Agar sizlarga ham shunaqangi naborlar, razlikayshi igrushkalar va boshqacha formalar kerak bo'lsa, bemalol shu profilga yozsanglar bo'ladi. Sizlarga chiroyli qilib hammasini yig'ib jo'natib berishadi va farzandlaringlar rahmat aytib maza qilib qo'yishadi.